Bu tavsiyamni yil tavsiyasi deb qabul qilsangiz ham roziman. Xo'p, mana shu narsani yaxshilash orqali siz juda ko'p narsalarga erishasiz. Masalan, xo'p, ruhiy kasalliklardan, tushkunlik, depressiya, qo'rquv, xavotir kabi narsalardan uzoq bo'lmoqchimisiz? Uyqungizni yaxshilang. Kayfiyatingiz yaxshi, charchoqsiz yurishi, ishchanligingiz yanada oshishini xohlaysizmi? Uyqungizni yaxshilang. Endokrinologik kasalliklarga uchrash xohlamaysizmi? Gormonlaringiz qayta tiklanishini xohlaysizmi? Uyqungizni yaxshilang. Qandli diabetdan uzoqroq bo'lmoqchimisiz? Uyqungizni yaxshilang. Qoningiz quyilib ketishini xohlamaysizmi? Uyqungizni yaxshilang. Infarkt, insult xavfidan 60-70% ga uzoq bo'lmoqchimisiz? Uyqungizni yaxshilang. Farzandlaringiz boshqa bolalardan ajralib turishini, uni intellektual holati, miyasining rivojlanishini, yaxshi bo'lishini xohlaysizmi? Uyqusini yaxshilang. Xo'p, qariyalarda insult, infarkt xavfi oshmasligini yoki bo'lmasam keyinchalik demensiya kasalligiga uchrab qolishini, Alzheimer kasalligiga uchrab qolishini xohlamaysizmi? Uyqularini yaxshilang. Mana shundan tashqari yana juda ko'p kasalliklarni davolashda uyquni yaxshilash orqali erishish mumkin. Yoki bo'lmasa bu kasalliklardan uzoq bo'lish mumkin. Hozir bizani jamiyatimizda bir yomon odat paydo bo'lgan. Uyqu yaxshi emas. Kech uxlashadi, kech turishadi. Uyqudan to'liq foydalanmaydi. Ko'pchilik mendan "Voy, uyqumni qanaqa qilib yaxshilasam bo'ladi" deb rosa ko'p savol berishadi. Kommentariyalarda o'qiyman. Shuni inobatga olib, hozir biz uyquni yaxshilash bo'yicha yaxshi uyqu juda ko'p kasalliklarga davo degan shior ostida uyqu dasturini ishlab chiqamiz. Ya'ni bu uyqu dasturi orqali sizlar ana shu dastur orqali qanaqa to'g'ri uxlash, qaysi mahsulotlar uxlashga yordam beradi, qaysi mahsulotlar aksincha uyquni qochiradi yoki bo'lmasa ana shu holatlarni to'g'rilagan taqdirda ham uyqungiz yaxshi bo'lmasa qaysi tabiiy vositalardan foydalanib uyquni yaxshilash mumkinligi haqida ma'lumot olishingiz mumkin va o'zingiz uyqungizni yaxshilashingiz mumkin bo'ladi. Obuna bo'linglar, kutinglar. Inshaalloh bu dastur chiqadi va bu dasturdan foydalanib o'zingizni, farzandlaringizni, ota-onangizni hammasini uyqusini yaxshilash imkoniyati paydo bo'ladi. Sog' bo'linglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.